İlim birodarlarimiz hammamizga ma'lumlik Alloh azza va jalla ato qilgan eng cho'ng ato va ihson deyiladi. Ilmning oldiga o'taq ne'mat bo'lmasa kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning o'zida fa'lam annahu la ilaha illalloh bilgin, shuni bilginki jazman shaksiz Allohdan o'zga iloh yo'q. Mana shu oyatda Alloh tabarak va taolo iymonning oldida fa'lamni qo'yganligi mana bu iymondan yuqori o'rinda turadi degan ulamolar ham bor. Nemishqa iymonning o'zini bilmagan, iymonni tushunmagan, iymonning o'zini shartlarini, iymonning layoqatlik yo'llarini bilmagan odamning o'zi haqiqiy mu'min hisoblanmaydi. Şu imanның o'zidanmi yuqori narsa shu ilm. Shu ilm orqali andikin ulug' Alloh taolaning tavhid-i rububiyat, tavhid-i uluhiyat, tavhid-i asma' va sifat mushu uch xil tavhidni ilm orqali tushunaladi. Ulug' Alloh taolani tunish uchun demak ilm kerak. Alloh taolaning farishtalarini bilish uchun ilm kerak. Allah'ның tamamı peygamberlerinin mahiyetini, hakikatini bilish uchun ilm ketir. Ulug' Allah tabarak ve taala ve taqaddasning tamamı evatgan kitaplarının hammini tushunish uchun, shuning hakikatini tunish uchun ilm ketir. Bütün kainat alemini ulug' Allah taala taqdir o'lcham bilan yaratdi. Deymiz shu taqdirini yaxshi yomonini tushunish uchun, layoqlik bir taqdirga iymon aytaman deyish uchun ilm ketadi. Qiyomatning o'zini bilish uchun ilm ketadi. Dunyoda namozning o'zini bilish uchun ilm, ro'zani bilish uchun ilm, zakotning o'zini to'g'ri bilish uchun ilm, hajni layoqatlik qilib berish uchun ilm, dunyodagi go'zal axloqni nim qilish uchun, layoqatlik go'zal axloq egasi bo'lish uchun ilm, halol harom uchunmi ilm. Demak, dunyo va oxiratlik tamom ishlarning hammasiga chetiladi ilm. Shunga bu ilmga yurish qilinglar degan oyat Qur'oni Karimda favqulodda jiq. Ulug' payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida nayt zur nurg'un hadislarni o'zi ham bayon qilingan. Cenab-ı Ulug' Alloh azza va jalla ilm haqida tunji qatim nozil qilgan narsa Qur'oni Karim ilm haqida bu. Iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqra va robbukal akram allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ana aşı tunji qatimliq vahiy iqra bismi robbikallazi xalaq bütün mevcudiyatning hammasini yo'qliqdan barliqqa keltirgan ulug' Rabbing Alloh taoloning nomi bilan o'qi. U Rabbing bo'lsa eng karamlikdir. U Rabbing insonni yaratdi. İnsonni yaratib tashlab qo'ymay, allamal insonning o'zi uchun qalam bilan xat yozishni bildirdi. U inson uchun bilmagan narsalarni bildirdi degan mana shu oyatga qarasangiz, o'qing degan oyat bilan boshlash bilan birga qalam bilan xat yozish, bilmagan narsani bildirish qatorliq mana mushundoq ma'lumotli asosiy ilm haqida kelgan oyat tunji qatimliq oyat. Nun vel qalami ve ma yasturun. Ana aşağıda Allah tebarek ve teala qalam bilan qasam qilaman ve şu qalam orqali katibler yozgan narsalar bilan Allah taala qasam qilaman deb mana aşağıda vel qalami ve ma yasturun orqali ilmning fazilatini, qalamning martabasini, o'qitishning muhimligini, ma'arifga yurish qilishning muhimligini Allah taala Qur'oni Karim orqali ta'kid qildi. Qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Dan Habibim Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biladiganlar bilan bilmaydiganlar barabar bo'lalamdi. Yani biladigan ilm quvvati va odamlar bilan
ilimden yüz örüp, bir ömür hayatı ilimge kızıkmaydigan adamlarning o'ttirisida farq bor.